Ayol organizmida quyidagi jarayon bo'lsagina ayolda homiladorlik kuzatilishi mumkin. Bu qanday jarayon deb o'ylaysiz, aziz ayollar? Bu ovulyatsiya jarayonidir. Ovulyatsiya bu nima? Ovulyatsiya bu har oyda ayol organizmida tuxum hujayrani chiqarsagina bo'ladigan jarayondir. Ya'ni follikula chiqish jarayoni. Ovulyatsiya odatda lyutinlovchi gormon, ya'ni ilgi gormonini keskin oshishdan keyin kuzatiladigan jarayon hisoblanadi. Ana shundagina follikula yetiladi va tuxum hujayra follikulani tashqariga chiqara oladi. Shuning uchun ham bizga ilgi gormonini tekshirish va ilgi gormoni haqida ma'lumotga ega bo'lish muhim ahamiyatga egadir. Spermatozoidlar 5 kungacha faol bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ovulyatsiya boshlanmasdan turib, ya'ni tuxum hujayra ozod qilinmasdan turib, agar juftliklar o'rtasida aloqa bo'lgan bo'lsa ham homiladorlik yuzaga kelishi mumkin. Ovulyatsiya yaqinlashishi bilan ayol organizmida turli xil o'zgarishlar yuzaga keladi. Ya'ni estrogen ko'p ishlab chiqarilishi natijasida bachadonning shilliq qavatining qalinlashishi yuzaga keladi. Bu esa spermani yaxshilab joylashishi va o'sha yerda qulay muhit bo'lishiga yordam beradi. Odatda tuxum hujayra 24 soat ichida urug'lantirilishi kerak. Agar urug'lantirilmasa, bachadonning shilliq qavati bo'lgan endometriy qavati rad, ya'ni teskari jarayon boshlanadi va endometriy qavati ko'ch uchishni boshlaydi. Bu esa yangi hayzni kelganidan dalolat beradi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, bizning kanalimizga a'zo bo'ling va videomizni saqlab qo'ying.